Subu Rossiya aerodromlariga qilingan hujumlardan Moskvaga yetkazilgan ziyonni 7 milliard dollarga baholadi. Ukraina maxsus xizmatlarining xabar berishicha, Rossiyaning asosiy aerodromlarida joylashgan muhim qanotli raketa tashuvchilarining 34% ga ziyon yetkazilgan. Subu O'rgimchak to'ri amaliyoti haqida keyinroq batafsil ma'lumot berishga va'da berdi. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainaning bugungi hujumi oqibatida bir necha samolyot yonib ketgani haqida ma'lum qildi, lekin zarar ko'lamiga aniqlik kiritmadi. Rossiya Mudofaa vazirligi Ukrainaning kechagi hujumi oqibatida bir necha samolyot yonib ketganini ma'lum qildi, lekin zarar ko'lamiga aniqlik kiritmadi. O'rgimchak to'ri maxsus amaliyot doirasida Amur viloyatidagi Ukraina harbiy aviabazasiga ham hujum rejalashtirilgan, biroq u amalga oshmay qolgan. Rossiya delegatsiyasi Ukraina bilan bugun Kiyev vaqti bilan soat 13:00 da boshlanishi rejalashtirilgan muzokarada ishtirok etish uchun Istanbulga yetib kelgan. Rossiya yozuvchilar uyushmasi raisi Medinskiy Ukraina bilan muzokara uchun Istanbulga keldi. Kecha Rossiyadagi aerodromlarga hujum qilingan dronlar Rossiyaning o'zida Chelyabinskda ijaraga olingan omborda yig'ilgan. Ommaviy axborot ma'lumotlariga ko'ra, dronlar nazariy jihatdan Qozog'istondan olib kelinishi mumkin, lekin ular Rossiya ichida ham yaratilishi mumkin. Ehtiyot qismlarini Xitoy bozorlarida sotib olish oson. Portlovchi moddalarni esa sapyorlardan so'rash mumkin. Rossiya aerodromlariga hujumlar maxsus xizmatlarning omadsizligidir, dedi Rossiya Davlat Dumasi deputati. Davlat Dumasi deputati Andrey Gurilovning ta'kidlashicha, Irkutsk viloyatidagi aerodromga uyushtirilgan hujum Rossiya xavfsizlik xizmatlarining jiddiy xatolarini ko'rsatmoqda. Yo'llar bo'm-bo'sh. Xohlagan odam xohlagan narsani olib ketishi mumkin. Afsuski, hozirgacha hech qanday chora ko'rilmagan. Ayrim viloyatlarda nazorat postlari o'rnatilgan bo'lsa-da, ko'plab joylarda yo'l patrul xizmatlari tugatilgan. Kamera orqali nazorat qilish bilan cheklanib qolishgan, dedi u. Uning ta'kidlashicha, har bir muhim obyektning yo'qotilishi jiddiy oqibatlarga olib keladi. Kim bu ishlar bilan shug'ullangan? Qanday qilib hujumchilar yetib kelgan? Nima sababdan aerodrom qo'riqlanmagan? Bularni har tomonlama o'rganish va tegishli xulosalar chiqarilishi kerak, deya ta'kidladi u. U bu holatni kimdir bu uchun bosh bilan javob berish kerak deb baholadi. Ukraina yadroviy muvozanatni buzdi. Ukraina xavfsizlik xizmati O'rgimchak to'ri nomli maxsus amaliyotni amalga oshirdi. Shubhasiz, bu voqea tarixga Rossiya o'z yadroviy qalqonining bir qismini yo'qotgan lahza sifatida kirishi aniq. Ateo Breaking kanali ma'lumotlariga ko'ra, hujum natijasida 41 muhim harbiy samolyot yo'q qilindi yoki ishdan chiqarildi. Aynan shu bombardimonchilar yadroviy raketalarni tashuvchi kuch sifatida xizmat qilardi. Amaliyot juda puxta ishlab chiqildi. Ukrainaliklar dronlarni yashirincha Rossiyaga olib kirgan. Ularni maxsus konteynerlarda, yuk mashinalarida yashirgan. Kerakli paytda bu konteynerlarning tomi ochilgan va dronlar to'g'ridan-to'g'ri Rossiya hududidan uchib chiqib, bombardimon samolyotlariga zarba bergan. Hech shubhasiz, bu Moskvaga qarshi eng kuchli zarbalardan biri bo'ldi. Bunday samolyotlarning yo'qotilishi shunchaki yo'qotish emas, balki Rossiyaning doim maqtanib kelgan yadroviy tiyib turish tizimi uchun katta zarba. Kreml vahimani ko'rsatmaslikka harakat qilmoqda. Zaif ko'rinmaslik uchun Istanbuldagi muzokarani davom ettirmoqda. Ammo ichkarida Ukrainaning infratuzilmasi va shaharlari bo'yicha qasos zarbalarni tayyorlamoqda. Eng muhimi, Ukraina nafaqat frontda, balki Rossiyaning muhim kuchiga ham zarba bera olishini ko'rsatdi. Endi bu oddiy hududiy urush emas, balki buyuk daraja va maqomiga qilingan hujumdir. Adolatli Rossiya Haqiqat uchun partiyasi raisi Sergey Mironov Rossiyada terrorchilar uchun o'lim jazosini joriy etish taklifini ilgari surdi. Qotil terrorchilar uchun haqiqiy adolatli jazo bu faqat o'lim bo'lishi mumkin. Fraksiyamiz bir necha bor terrorchilar hamda ularning sheriklari uchun o'lim jazosini tiklashni talab qilgan va biz bu ushbu qarorga erishamiz. Terrorchilik aktini sodir etganlar bilan insonparvarlik o'ynashni bas qilishimiz kerak, dedi Mironov. Uning ta'kidlashicha, dahshatli va noinsoniy harakat Vladimir Zelenskiy rejimining asl mohiyatini ochib bergan. Barchamiz bolalarimiz kelajagi haqida gapirishimiz kerak bo'lgan kunda banderachilar begunoh odamlarga og'riq va musibat olib keldi, deydi u. Mironovning ta'kidlashicha,
Zelenskiy rejimi butunlay yo'q qilinishi, Ukraina mojarosining asosiy sabablari ildizini quritilishi va Ukrainaning neytral maqomini ta'minlanishi kerak.